59. Chorvachilar bilan munosabat qilish haqida. Uningdan keyin chorvachilar turadi. Har xil hayvonlarni ular boshqaradi. Bular ishonchlik, chin kishilar bo'lib, yoshirin taraflari yo'q. Bularning kishilarga ig'iri tushmaydi. Yemak, kiyim-kechak, minadigan ot, ayg'ir biya hamda yuk to'shaydigan mol ko'liklarni bular yetishtiradi. Qimiz, süt, yung, may va süzma, qurut, kegiz, bisat qatorliq uy huzuriga ega bo'l. Bu tabaqa foydali kishilar bo'lib hisoblanadi. Bular bilanmi yaxshi munosabat qil, ey botam. Bularga qo'shilib orlashib yurgin. Yiguz, ishkuz, to'g'riliq bilan umr kechirgin. Nima so'rasa bagin, kerak bo'lsa ol. Bu tabaqaning to'g'riliqini ko'rdimki, ular yeli ishlatishni bilmaydi. Bulardan qoida yo'sin yoki bilim tilama. Ey muloyim, ularning urf-odatlari erkin bo'ladi. Bularga aralashganda o'zingni tut, chunki ular adab qoidasiz qo'pol keladi. Yaxshi so'z qilgin, ammo do'stlashmag'in. Chunki bilimsiz nodonlar sodda bo'ladi. Xalqqa aralashib, hammani sinab bilgan qonun tuzgichilar yaxshi aytgan edi. Bilimsizni ziyoda yaqin tutmaslik kerak. Yaqin tutsang, shubhisizki qilmaydigan ishni qiladi. Qara, bilim buningdanmi yaxshiroq bir so'zni aytadi. Har qanday ishqa bilim bilan qo'l selish kerak. Bilimsizga yaqinlashma, o'zingni tutib ol. O'zini tutalagan kishi baxtli yashaydi. Bilimsiz kishidan yiroq tur, ulardan qoch. Chunki bilimsizning so'z harakatlari tamoman qo'poldir. Mana, chorvachilar ana shundoq bo'ladi. Aralashishni xohlasang, so'zim senga yo'lchi bo'ladi. Qandoq yashash va o'z o'lishingni qandoq elish kerakligini sana ro'shan so'zlab berdim.